Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xolos hozir avtomobilga Stunovka jarayoniga kelganmiz. Bu yer Farg'ona viloyati. Qishloq nomini pochtasini so'ramadi akamizdan. Farg'onadamiz hozir. Avtomobillarimiz eng oxirgi modeldagi avtomobillarimizni qo'yapmiz. O'zi avtomatik kesib, o'zi chiqib to'xtab o'chadiganmi? Xolos bularni kesib chiqaramiz. Trosini tortib razmerini olib chiqyapti. Bo'lgan qoliplar bor ekan, 8 ta qolipi bor ekan. Avtomatreska zakaz berishdi. Shuni qo'ygan kelganmiz. Suvlarni mana garilgada ko'mir yoqib isitishyapti. Kelamiz liniyani o'zlari qilishdi, mana tayyorlami. 8 ta qolipini olgan, endi avtomatreska kachisi va razmer kerakli uchun avtomatreska qo'yib beryapmiz bu yerga. Qoliplar ham rastor oqmaydigan qoliplardan qilingan. Ularni yaxshisidan qo'yib berilgan unga. Qoliplarni zamasiga chiqadi, zamasiga qilinmagan, faqat yog'lab qo'yilgan xolos. Shu holatida kuyiladi, rastor oqmaydi. Shpakilovkada ham chiqish shart emas ularni. Bu yerga o'xshi hozir akamiz qolib zakaz berib turibdi. 15 dona butun qolib, 15 ta paddon. Shu ikkala tomoniga o'xshi 30 ta qolib sig'adigan bo'lib turibdi hozir yerga. Ekranda raqamlar qoldiryapmiz, bemalol aloqa etish orasida. Avtomatreskani o'zi kerakmi, polni emas, оборудование kerakmi? Stanovlari O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ana akalarimiz oldingi ishlatgan reskalari. Ruchnoy reska, bu reskalarimiz kachisi va razmer avtomatreskadaqa kachisi va bermaydi ba'zi. Bu ham vaqtinchalik ishlatishgan ekanlarimiz mana 10lik, 20lik, 30lik razmerda kesib chiqargan bular. Mikserlarni tashqariga qo'yishgan ekan. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qolsa, xudo xolasa eng oxirgi modeldagi stanovlarni Mash kanaldan topasizlar do'stlar. Kanal çıkıyor falan mı? Yaxshi bo'ldimi? Mana avtomatreskalarimizni ishlash holatlari o'zi pastga tushib avtomatreska tepaga ko'taradi do'stlar. Knopkada ko'rib turganlarda hech kim yo'q. Odam og'ir o'tirib shart emas. Bitta knopkani bosib, keyin qolib batgan ketaveradi. Bu joyda cho'radi endi o'sha.